Yurtimizda joriy yilning 1-iyulidan 1-avgustga qadar o'tkazilayotgan Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida Bekobod tumanida ham keng ko'lamli profilaktik targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. Navbatdagi targ'ibot tadbirlari Toshkent viloyati yo'l-patrul xizmati hamda Bekobod tumani yo'l-patrul xizmati xodimlari hamkorligida tashkil etildi. Tadbir davomida avtoturargohlar, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonalari va avtoyurish shoxobchalari va haydovchilar hamda fuqarolar bilan bevosita muloqot qilinib, transport vositalarining daxlsizligini ta'minlash bo'yicha muhim tavsiyalar berildi. Xususan, avtomobillarni qarovsiz qoldirmaslik, kalitlarni begona shaxslarga ishonib topshirmaslik, salon va yuk xonalarida qimmatbaho buyumlarni ochiq holda saqlamaslik, shuningdek, transport vositalarini o'g'irlash yoki olib qochishga imkon yaratadigan holatlarga yo'l qo'ymaslik yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Mutaxassislar fuqarolarni har qanday shubhali vaziyatlarda zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishga chaqirdi. Bunday profilaktik tadbirlar aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish, transport vositalari bilan bog'liq jinoyatlarning oldini olish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida targ'ibot tadbirlari Bekobod tumanida izchil davom etmoqda.